Davlat rahbari huzurida 2023-yil 18-aprelda suv sohasini isloh qilish masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida berilgan topshirig'iga asosan Agrobank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan Suvchilar maktabi tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-iyundagi 101-sonli farmoniga asosan suvdan foydalanishda zamonaviy tejamkor texnologiyalar va ilg'or tajribalarni keng joriy etish bo'yicha bankda loyiha ofisi tashkil etilib, Suvchilar maktabi faoliyatini yuritish hamda moliyalashtirish vazifasi yuklatildi. O'quv kursining birinchi bosqichi qisqa muddatli o'quv dasturi asosida 2023-yil 29-maydan oktyabr oyiga qadar o'tkazildi va 155 ta qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan tumanlarda 61528 nafar tinglovchilar o'qitildi. Xorijiy mutaxassislar hamda mahalliy 50 nafardan ortiq professor o'qituvchilar, soha mutaxassislari jalb qilindi. Shundan 15 nafar turkiyalik, 2 nafar ispaniyalik mutaxassislardan iborat 5 ta sayyor guruh 5 ta mikroavtobusda hududlarda dars berdi. O'quv kursining ikkinchi bosqichi 2024-yil 3-fevraldan yo'lga qo'yildi. Bunda nazariy va amaliy o'quv jarayonlarini sifatli tashkil qilish maqsadida respublikaning 13 ta hududida o'quv xonalari tashkil qilindi. Loyihaga 234 nafar, shundan 35 nafar xorijiy professor o'qituvchilar jalb qilindi. Xorij tajribalari shuni ko'rsatadiki, nazariy bilimlar bevosita amaliyot bilan bog'liq holda o'rganilishi kerak. Buning uchun O'zbekiston Respublikasining 13 ta hududidagi o'quv yurtlari va ilmiy tadqiqot institutlari bazasida 15-20 gektarlik ilg'or suv tejamkor texnologiyalar joriy qilingan tajriba maydonlari tashkil qilindi. 2024-yil davomida 13 mingga yaqin fermer xo'jalik rahbar xodimlari o'qitildi. Natijada o'quv kursida ishtirok etgan 4 mingga yaqin fermer xo'jaliklar suvni tejaydigan texnologiyalarni o'z maydonlarida joriy qildi. 2025-yildan boshlab bir kanal, bir tizim tamoyili asosida 13 ta kanalni to'liq suvni tejaydigan texnologiyalar joriy qilingan suv tizimiga o'tkazish topshiriqlari asosida tashkil qilinib, 2025-yildan bugungi kunga qadar 7469 nafar tinglovchilar o'qitildi va har yili 10 mingdan ortiq tinglovchilar o'qitilishi reja qilindi. Bugun 29-may Suvchilar maktabi tashkil etilganiga 3 yil to'ldi. 3 yil davomida bu maskan nafaqat bilim, balki tajriba, izlanish va umid maktabiga aylandi. Suvchilar maktabi ikkinchi bosqichda 2030-yilga ishlab chiqilgan konsepsiyaga asosan 60 ming nafardan ortiq tinglovchilarni o'qitish maqsad qilib olingan. Bugunga qadar o'quvlarda 1,5 mingdan ortiq fermer va agroklaster rahbarlari qatnashdi. Shu bilan birgalikda joriy yilda suvni tejaydigan texnologiyalardan foydalanish bo'yicha 30 ta metodik qo'llanmadan iborat suv kitob to'plami ishlab chiqildi va chop etildi. O'zbekiston Respublikasining qo'shni davlatlari bilan suv resurslarini boshqarish sohasidagi o'zaro hamkorligini mustahkamlash, transchegaraviy suvlardan barqaror va adolatli foydalanish hamda mintaqaviy hamjihatlikni rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlari doirasida 2024-2025 yillar mobaynida qator amaliy chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan Suvchilar maktabida maxsus o'quv kurslari tashkil etildi. Ushbu kurslarda Qozog'iston Respublikasidan 12 nafar, Turkmanistondan 20 nafar, Tojikiston Respublikasidan 32 nafar, Afg'oniston Islom Respublikasidan 15 nafar mutaxassislar ishtirok etdi. Barcha tinglovchilar O'zbekistondagi suv xo'jaligi va ta'lim tizimi bilan yaqindan tanishdi. 2023-2024-yillarda 15-20 gektarlik tajriba maydonlari tashkil qilindi. Bunda maydonlar lazerli tekislandi, zamonaviy suv tejovchi texnologiyalar tizimi joriy etildi, boshqarish to'liq avtomatlashtirildi va so'nggi turdagi meteostansiyalar o'rnatildi. Natijada qishloq xo'jaligi ekinlarining suv sarfi 44%, ishchi kuchi 50%, xarajatlari 21% kamaygan hamda hosildorlik 31% oshgan. Tajriba maydonlarida tinglovchilarga o'qitish ishlari tashkil etilib, suv tejovchi texnologiyalarni qo'llash va hosildorlikni oshirish usullari o'rgatildi. Bundan tashqari 2025-2026-yillarda 141 ta tumanda 3,5 ming gektarda paxta va g'alla yetishtirishga moslashgan tajriba maydonlari tashkil etildi.